Nigar Timur vafot etdi. Ular buni baxtsiz hodisa deyishdi, lekin men bunga ishonmadim. Uning ukasi Kenab Rustam haqiqatni bilganini his qildim. Hatto sirni ochish uchun uning yotoqxonasiga kirishga ham tayyor edim. Mening ismim Nigar. 1 yil oldin hayotim barbod bo'ldi. Erim Timur, mening hamma narsam qurilishdagi baxtsiz hodisada vafot etdi. Hamma uyqusida bir xil gaplarni aytdi, politsiya ham ishni yopdi, lekin yuragim baribir bunga ishonmadi. Timur ehtiyotkor odam edi. Qanday qilib? Men u qoldirgan katta uyda yolg'iz qoldim. Yorqin xotiralar, shubhalar meni orab oldi. Timurning biznesi, sheriklari. Men hech narsa bilmasdim. Faqat bitta odam, Timurning ukasi, akasining ishlari haqida bilar edi. Endi u kompaniyani boshqarardi, Rustam. Mendan 5 yosh katta, aqlli, ammo sirli. Hatto akasi tirikligida ham u menga boshqacha qarardi. Uning ko'zlarida men shunchaki akasining xotinini emas, balki ayolni ko'rgandek his qildim. Bir kuni Timurning ofisini tozalab yurganimda, uning stolidan uzoqda bir xat topdim. Bu bezovta qiluvchi edi. Agar biror narsa bo'lsa imzo yo'q edi. Bu nimani anglatardi? Kim? U. Rustam nimani biladi? O'sha kundan boshlab men Rustamni kuzata boshladim. Uning har bir harakati, har bir so'zining 3-ma'nosi u menga gamxo'rlik qilardi. Nigar, yolg'iz azob chekyapsan, balki birga kechki ovqat yeyishimiz mumkinmi? Avvaliga rad etdim, lekin keyin bir reja xayolga keldi. Haqiqatni bilishning yagona yo'li unga yaqinlashish edi. Unga ishonchni qozonish. Va agar kerak bo'lsa yana. Men o'ynay boshladim. Uning takliflarini qabul qila boshladim. Birga kechki ovqat, teatr, u menga qimmatbaho sovg'alar berardi, chiroyli so'zlar aytardi. Men o'zimni yo'qotib qo'ygandek his qildim. Bu shunchaki o'yinmi yoki men unga chindan ham qiziqib qoldimmi? Uning nigohi endi nafaqat sirli, balki ochiq istak ham edi. Bir kuni kechqurun restorandan qaytayotganimizda yomg'ir yog'a boshladi. U mashinani uyim oldida to'xtatdi. Ichkariga kirib, yomg'ir to'xtaguncha kuta olamanmi, dedi u. Yuragim siqilib ketdi. Bu o'yinning bir qismi. Lekin men xohlardim. Kirishingiz mumkin, dedim muloyimlik bilan. Biz ichkariga kirdik. Men unga kofe damladim. Biz Timurning surati oldida o'tirdik. Akam sizni juda yaxshi ko'rardi. Men ham uni sevardim, lekin uning o'limi. Men tinchlik topolmayapman. Siz biron narsa bilasizmi, Rustam? Xat uning yuzini o'zgartirdi. Rustam pichirladi. Ba'zi sirlar aytilmaslikdan yaxshiroq, Nigar, sening uchun. U menga yaqinlashdi. Men orqaga chekinmadim. Men haqiqatni bilmoqchi edim. Va men uni yaqin tutmoqchi edim. Uning nafasi yuzimni isitdi. U egilib lablarimdan o'pdi. Bu mening shubhalarimni ham, qo'rquvlarimni ham eritib yubordi. Bu olov edi. Uni itarib yuborish o'rniga men uning sochlarini qo'llarim bilan ushladim. Bu haqiqat edi. U meni ko'tardi. Qaysi xona, dedi u xafa bo'lib. Men erimning yotoqxonasini ko'rsatish uchun bosh irgadim. Bu aqldan ozgan edi. Lekin men o'zimni tutolmadim. O'sha kecha men erimning yotogida, akasining qo'lida edim. Uning teginishi, kuchli qo'llari u tanamni xuddi zabt etilayotgan qaladek o'rganib chiqdi. Har bir teginish bilan men yorqinroq va ishtiyoqliroq bo'lib borardim. Sen men bo'lishing kerak edi. U tanamning har bir qismini uyg'otdi. U ko'kraklarimni shunchalik ehtiros bilan sorib oldiki, men nola qildim. Uning tili ayolimga shunchalik mahorat bilan tegdiki, men o'zimni yo'qotib qo'yishim mumkin edi. Aytingchi, nimani bilasiz? Men uning harakatlari orasida nafas oldim. Hali emas. U katta, qattiq jinsiy olatini ichimga tiqib qo'yganida hamma narsa zavq, gazab, ehtiros portlashi edi. Har bir turtish meni ham haqiqatga, ham zavq kayfiyatiga yaqinlashtirdi. Biz bir-birimizdan zavqlanardik va bir-birimizsiz yashay olmasdik. Tanamiz to'liq olovga aylandi va o'sha kecha biz haqiqat va yolg'on aralashmasi bo'lgan olov choqqisiga chiqdik.
Bizda yashirin uchrashuvlar bo'lardi. Har kecha hayajonli, har kuni esa kurash edi. Men unga tobora ko'proq bog'lanib borayotgan edim, lekin haqiqatni bilish istagim ham kuchayib borardi. Aytingchi, akangiz qanday oldi, sizmisiz, deb qichqirdim uning yuziga. U menga uzoq tikilib qoldi, keyin chuqur nafas oldi. Yo'q, dedi u, men emas, u o'zini oldirdi. Men qotib qoldim. U juda qarzga botgan edi, unga xiyonat qilingan edi. U sharmandalikka chiday olmadi. O'sha xat u menga oilasini va sizni himoya qilishimni va'da qilgan edi. Uning qarzlarini, dushmanlarini. Men ularning hammasini yo'q qildim, sizga ayta olmadim, sizni qo'rqitdim. Va siz menga yaqinlashdingiz. Ha, dedi u ko'zlarimga qarab. Avval sizni himoya qilish uchun. Keyin men sizga oshiq bo'ldim, Nigar. Men sizni u tirikligidan beri sevib kelaman. Dunyo parchalanib ketdi. Erim o'zini oldirgan edi. Uni sevgan, meni sevgan o'sha odam. Men unga oshiq bo'ldim. Bu murakkab, achinarli, qorong'u haqiqat edi. Men Rustam oldida tiz cho'kdim. Lekin sevgim real edi. Birga bo'laylik. Hammasini unutamiz. Men unga qaradim. Uning ko'zlarida sevgi bor edi. Ammo bu sevgi u meni aldagan edi ustiga qurilgan. Himoya qilish uchun bo'lsa ham. Boshimni kalvadim. Yo'q, dedim men ohista. Erkaklar men keta olimi. Lekin men qola olimi ham. Erkaklar o'sha uydan chiqib ketishdi. Erimning omnimlari, qaynimning ehtirosi almini ortda chaldirdim. Men haqiqatni topdim, ammo bu haqiqat menga tashkin bermadi. Erkaklar sevgini sevadi, men endi olgiz edim, ammo erkin edim. Qalbimdagi o't hali ham yonardi, ammo endi bu o't faqat meniki edi. Men o'z hayotimni begatdan qurishim kerak edi.